1944-yil may oyi. Qrimga bir necha 10 ming NKVD xodimlari tashlanadi. Ular tong saharda xonadonlarga bostirib kirib, Qrim tatarlarga zudlik bilan yo'lga otlanishni buyurishadi. Jo'nash uchun juda qisqa vaqt berishadi. Odamlar faqat kiyim-kechaklarni olishga ulguradi. Keyin 200 mingdan oshiq qariyalar, ayollar va yosh bolalardan iborat Qrim tatarlarni yuk vagonlariga ortib O'zbekistonga olib kelishadi. Yo'lda og'ir sharoitda ularning bir qismi halok bo'ladi. Har yili 18-may kuni butun dunyodagi Qrim tatarlar mudhish sana, Qrim tatar xalqining deportatsiyasini yodga olishadi. Hozir sovetlar tomonidan bu jafokash xalq boshiga solingan og'ir kunlarni eslaymiz. Usmonli turklar va Chor Rossiyasi o'rtasidagi urushdan so'ng 1774-yilda imzolangan Kichik Qaynarja shartnomasidan ko'p o'tmay 1783-yilda Qrim xonligini Rossiya ishg'ol etadi. Shundan so'ng Qrim tatarlari uchun og'ir va mashaqqatli kunlar boshlanadi va 10 minglab Qrim tatarlar Usmonlilar davlatining turli mintaqalariga ko'chib o'tishga majbur bo'lishadi. Rossiya tepasiga bolsheviklar kelgandan so'ng Yekaterina II davrida Qrim tatarlarga qarshi boshlangan zulm va genotsid siyosati yana davom ettirildi. Bu millat boshiga yana og'ir kunlar tushadi va ular o'z vatanidan quvg'in qilinadi. Avval boshdanoq zo'ravonlik ustiga qurilgan SSSRda Yosif Stalin hukmronlik qilgan 1922-53 yillarda nohaq ayblovlar bilan millionlab insonlar o'z uylaridan badarg'a qilinadi, qamaladi, o'ldiriladi. Stalin va uning eng yaqin yordamchisi bo'lgan NKVD rahbari Lavrentiy Beriya o'z vatanida yashab turgan bir qancha millatlarni sotqinlikda ayblab, boshqa joylarga quvg'in qiladi. Jumladan, Qorachoy ASSRda yashovchi qorachoylar 1943-yil 12-oktyabrda, Qalmiqiya ASSRda yashovchi qalmiqlar 43-yil 27-dekabrda, Chechen Ingush ASSRda yashovchi chechenlar va ingushlar o'sha yil 29-yanvarda, Bolqor ASSRda yashovchi bolqorlar 44-yil 24-fevralda, Qrim ASSRda yashovchi Qrim tatarlar 1944-yil 18-mayda quvg'in qilinadi. Mustabid tuzum tomonidan Qrim tatarlar, chechenlar, ingushlar, qalmiqlar, bolqorlar nemislarga josuslik qilishda ayblangan bo'lsa, Mesxeti turklar, kurdlar va jemchillilar Turkiya foydasiga josuslikda ayblangan. Aynan Qrim tatarlar va Mesxeti turklardan yashab turgan yerlarni olib qo'yish uchun ular mislsiz azobga mubtalo qilingan. Qrim tatarlar Qrimdan quvilgach, u yerga ko'plab ruslar ko'chirib olib borilgan. Stalin vafotidan so'ng turli millatlarning quvg'in qilinishi xato va jinoyat bo'lgani tan olinadi. Ularga vatanlariga qaytishga ruxsat beriladi. Faqat Qrim tatarlar va Mesxeti turklarga uylariga qaytishga ruxsat berilmaydi. 1989-yilga kelibgina Qrim tatarlarga Qrimga qaytishga izn beriladi. Qrim tatarlarni o'z vatanidan quvish rejasi ilk bor 1944-yil aprel oyida Sovet armiyasi nemislarni Yarmaroldan quvib chiqargan paytda tug'ilgandi. O'sha yil 22-aprelda Lavrentiy Beriya Stalinga yozgan hisobotida nemislarga qarshi janglarda Qrim tatarlar jang maydonini tashlab qochganini, boshqalari nemislar tomonida turib urushganini ma'lum qiladi. Aslida bu gaplar mutlaqo yolg'on bo'lib, o'sha paytda Qrim tatar yigitlarining barchasi frontda Sovet armiyasi va partizanlar tomonida turib nemislarga qarshi jang qilar, Yarmarolda faqat keksa yoshdagilar, ayollar va bolalar qolgan edi. 1944-yil 10-may kuni Beriya Stalinga xat kiritadi. Xatda Qrim tatarlar Sovet xalqiga xiyonat qilgani, shu bois ularni kelgusida Sovet ittifoqining chegara hududlarida qoldirib bo'lmasligi yozilgandi. Oradan bir kun o'tib, 44-yil 11-may kuni Davlat mudofaa qo'mitasining Qrim tatarlari haqidagi maxfiy qarori qabul qilinadi. Unga ko'ra Qrimda yashovchi Qrim tatar xalqi zudlik bilan Yarmaroldan O'rta Osiyoga, O'zbekistonga deportatsiya qilinishi lozim edi.
Qrim tatarlarini deportatsiya qilish 1944-yil 18-may kuni tong soat 3 da boshlanadi. Qrim bo'ylab NKVDning 32 ming xodimi harakat boshlaydi. Ular butun Qrim bo'ylab aholi xonadonlariga bostirib kiradi va Qrim tatarlarga zudlik bilan jo'nash lozimligini aytadi. NKVD xodimlari Qrim tatarlarning eshiklarini tepib kirishadi va ularga jo'nash uchun bor yo'g'i 5 daqiqa vaqt berilishini, ular o'zlari bilan faqat ust-bosh va yo'lda ishlatish uchun idish olishlari mumkinligini aytishadi. Jo'nash uchun juda qisqa vaqt berilgani sababli odamlar hatto kiyim-kechaklarini to'liq olishga ulgurmaydi. O'shanda NKVD xodimlari uxlab yotgan Qrim tatarlarini uyg'otib, Davlat mudofaa qo'mitasining qarorini o'qib berishganda, ular karaxt holga tushadi. Qarorga ko'ra Qrim yarim orolida yashovchi Qrim tatar millatiga mansub aholi bor yo'g'i 2,5 sutka ichida 18-may tong soat 3 dan 20-may kechki soat 16:00 gacha uylarini bo'shatib chiqib ketish kerak edi. Deportatsiya paytida yosh bola bo'lgan Ayriya Bagisheva o'sha dahshatli kunni shunday eslagandi. Sovet qo'shinlari kelib nemislarni quvganda biz o'zimiznikilar keldi deb xursand bo'lganmiz. Ammo 1944-yil 18-may kuni sahar payti kimlardir eshigimizni tepib, sindirib, uyimizga kirdi. Qarasak, Sovet armiyasi formasidagi odamlar ekan. Biz nemislar o'zimiznikilarning formasini kiyib qaytib keldi deb o'yladik. Ular tez jo'nanglar, sizlarni ko'chiramiz deb baqira boshladi. Birozdan keyin Stalin biz Qrim tatarlarini uyimizdan, Qrimdan surgun qilish haqida qaror qabul qilgani ma'lum bo'ldi. Eshigimizni sindirib uyimizga kirganlar Sovet harbiylari kiyimidagi nemislar emas, NKVDchilar ekan. O'shanda bizni qisqa muddatda yuk vagonlariga tiqib, noma'lum tarafga jo'natib yuborishdi. Yuk vagonlarda tiqilib, ustma-ust bo'lib ketar ekanmiz, kimlardir ko'z o'ngimizda turli sabablar bilan vafot etar, bekatlarga yetib borguncha issiqda sasiy boshlagan o'lik bilan yonma-yon ketar edik. Bekatlarda o'liklarni tushirib olib qolishar edi. Hamma burnini ro'mol bilan bog'lab olgan, ammo vagondagi sassiq hidga baribir toqat qilib bo'lmasdi. Yo'lda vafot etganlarning aksariyati keksalar va go'dak bolalar edi. O'shanda ayrimlar NKVD xodimlarining buyruqlarini bajarmasligini aytadi. Bundaylar o'sha zahoti otib tashlangan. Shuningdek, qochmoqchi bo'lganlar tutib olinib, keyinchalik Gulag qamoqxona lagerlariga jo'natilgan. Asosan qariyalar, ayollar va bolalardan iborat 200 mingdan oshiq Qrim tatarlar 250 ta yuk mashinasiga joylanadi va temir yo'l tomon olib ketiladi. So'ng ularni yuk vagonlariga joylashadi va noma'lum tomonga qarab olib ketishadi. Yuk vagonlarda sharoit juda yomon bo'lib, vagon eshigi yopilganda u yerda nafas olish juda qiyin bo'lgan. Buning ustiga hojatga chiqadigan joy ham vagonning o'zida joylashgani uchun badbo'y hidga chidab bo'lmagan. Yo'lda keksa yoshdagilar, yosh bolalar va kasallar og'ir sharoitda vafot etgan. Har kun ertalab qo'riqchi askarlar o'liklarni yig'ishtirib olgan, ungacha mayitlar odamlar orasida yotgan. Keyinchalik deportatsiyani o'z boshidan o'tkazgan Qrim tatarlardan biri shunday eslagandi. Ertalab bizni qo'riqlab ketayotgan askarlar baland ovozda "O'liklar bormi?" deb qichqiradi. Odamlar vafot etgan yaqinlarining jasadlarini quchoqlab yig'lar, ularni askarlarga bergisi kelmasdi. Biroq o'liklarni dafn etishga ruxsat yo'q edi. Askarlar jasadlarini tortib olar, yoshi kattalarni eshikdan, yosh bolalarni derazadan tashqariga otardi. Ichimlik suvi berilmas, odamlar yo'llarda ko'lmak suvlardan zaxira qilib olishardi. Shu sababli tif, bezgak va qo'tir kasalligi tarqaldi. Hamma bitlab ketdi. Shu asnoda uzoq yo'l bosdik. Qrim tatarlar poyezdi O'zbekistonga yetkazilgandan so'ng 1944-yil 4-iyul kuni Beriya Stalinga bajarilgan ishlar haqida hisobot beradi. Unda Qrimdan 183.155 nafar odam chiqarilgani ma'lum qilingandi. Shundan so'ng Qrimga Rossiyaning turli hududlaridan ruslar ko'chirila boshlanadi. Ma'lumotlarga ko'ra 44-yilning o'zida Qrimga 50 mingdan oshiq ruslar ko'chiriladi. Borganlar Qrim tatarlardan qolgan hovullarga joylashib, ulardan qolgan narsalarga egalik qilishadi. Shu tariqa deportatsiyadan so'ng Qrimda bironta ham Qrim tatar qolmaydi. Ko'p o'tmay 1944-yil oxirida Sovet ittifoqi hukumati tomonidan chiqarilgan qaror bilan Qrimdagi barcha joy nomlari ruschaga o'zgartiriladi. Beriyaning hisobotida Toshkentga yetib kelguncha Qrim tatarlardan 191 nafar odam o'lgani aytilgan.
Biroq Stalin vafotidan keyin oshkor bo'lgan hujjatlarga ko'ra, Beriya o'lganlarning sonini yashirgani, belgilangan manzilga yetib borguncha Qrim tatarlaridan 10 mingga yaqini halok bo'lgani oydinlashadi. Boshqa manbalarda esa o'lganlar soni undan ham ko'p bo'lganini aytishgan. Deportatsiya guvohi bo'lganlar keyinchalik odam ko'p o'lishiga yetarli darajada ovqat berilmagani, tibbiy xizmat ko'rsatilmagani va odamlarning iflos suvni iste'mol qilgani sabab bo'lganini ma'lum qilishgan. NKVD hisobotlariga ko'ra Qrimdan 193.865 nafar Qrim tatar deportatsiya qilingan. Demak, Beriya Stalinga yozgan hisobotida ularning sonini qariyb 11.000 nafarga kam ko'rsatgan. Ulardan 151.136 nafari O'zbekistonga, 8.597 nafari Mari ASSRga, 4.286 nafari Qozog'istonga joylashtirilgan. Bundan tashqari ishga yaroqli bo'lgan 10.555 nafari Perm, 6.743 nafari Kemerovo, 5.095 nafari Gorki, 3.594 nafari Sverdlov, 2.800 nafari Ivanovo, 1.095 nafari Yaroslav viloyatlaridagi turli korxonalarga joylashtirilgan. Biroq keyinchalik Qrimdan Beriya va NKVD hisobotlarida ko'rsatilgandan ko'proq odam quvg'in qilingani ma'lum bo'ladi. O'zbekistonga keltirilgan Qrim tatarlarining asosiy qismi Toshkent va Samarqand viloyatlariga joylashtirilgan. Qolganlari Andijon, Qashqadaryo va boshqa viloyatlarga taqsim qilingan. Stalin Qrim tatarlarini sotqinga chiqarib vatanimizdan quvib chiqargan bo'lsa-da, qardosh o'zbeklar bizni ancha hamdardlik bilan iliq kutib olishdi. O'zlari ham og'ir kunlarni o'tkazayotganiga qaramasdan so'nggi burda nonlarini biz bilan bo'lishdi. Uylaridan joy berishdi. Agar o'shanda bizni O'zbekistonga emas, Rossiyaning kimsasiz sovuq hududlariga olib borib tashlashganida, Qrim tatarlar millat sifatida butunlay yo'q bo'lib ketardi, degan edi o'sha og'ir kunlarning guvohi bo'lganlardan biri. O'zbekistonda Qrim tatarlarining asosiy qismi kolxozlarda ishlagan, yana bir qismi turli qurilishlarda mehnat qilgan. Ularga eng qiyin ishlar topshirilgan. Biroq boshqa manbalarda 1944-47 yillar oralig'ida O'zbekistonga joylashtirilgan Qrim tatarlarining 40% dan oshiqrog'i halok bo'lgani yozilgan. Uzoq yurib bir bekatga to'xtadik. Bizni o'sha yerda tushirib baraklarga yoki qarovsiz uylarga joylashtirishdi. Keyin bilsak, biz Toshkent viloyatining Chirchiq shahri yaqinidagi savxozga olib kelingan ekanmiz. Ko'p o'tmay onam vafot etdi va men singillarim bilan yolg'iz qoldim. Shundan so'ng bizni bolalar uyiga topshirib yuborishdi. Ulg'ayganimdan keyin Angrendagi konda ishlay boshladim. Oila qurdim, farzandli bo'ldim. 1980-yillar oxirida Qrimga qaytishimizga ruxsat berishdi. O'zbekistonni o'la o'lgunimcha bizga bergan mehri uchun unuta olmasam kerak. Farzandlarim o'sha yerda tug'ilgani uchun haligacha o'zlarini o'zbekistonlik deb bilishadi. Ular Qrimda tug'ilgan nevaralarimga O'zbekiston ikkinchi vatanimiz ekanligini, o'zbeklarni qayerda ko'rishsa ham har qanday holatda ularga hurmat ko'rsatishni, yordam berishlari lozimligini ta'kidlashadi, deydi hodisa guvohi bo'lgan Ayriya Bagisheva. SSSR Ministrlar Совetining 1947-yil 21 noyabrdagi qarori va SSSR Oliy Soveti Prezidiumining 48-yil 26 noyabrdagi buyrug'i bilan Qrim tatarlar va boshqa deportatsiya qilingan millatlar uchun juda qattiq tartib joriy qilinadi. Jumladan ular o'zi yashab turgan joydan boshqa istalgan tumanga bormoqchi bo'lsa, faqat yaqin qarindoshining chaqiruvi bilan bunga ruxsat berilgan. Aks holda chiqish mumkin bo'lmagan. Mabodo kimdir bu taqiqqa bo'ysunmasa, avvaliga ma'muriy qamoq jazosiga tortilgan. Qoidani takror buzganlarga esa jinoyat ishi qo'zg'atilib, 20 yilgacha qamoq jazosi berilgan. 1953-yilda Stalin vafot etadi. Ko'p o'tmay uning davrida nohaq qamalganlar ozod qilinadi. Qatag'onlarni sodir etishda qatnashganlar mahkamalarga tortiladi. Eng birinchi Beriya qo'lga olinib, sud hukmi bilan otib tashlandi. Shundan so'ng Mikoyan boshchiligida maxsus komissiya tuziladi va deportatsiya qilingan millatlarni vatanlariga qaytarish masalasi ko'rib chiqiladi. O'shanda quvg'in qilingan millatlarga vatanlariga qaytishga ruxsat beriladi. Biroq ular orasida Qrim tatarlar va mesxeti turklar yo'q edi. Bu ikki millat vakillari deportatsiya qilingan joyidan chiqib, SSSRning o'zi xohlagan burchagida borib yashashi mumkin edi. Biroq